Men keldim Birmada. Kelgindi kelin filmida Dilnoza Kubayeva. Xolos kalom, bugun men qurilishdaman. Qurilishda nima g'iybatlar, nima gap so'zlar. Shuni sekin bilgani, xabar olgani keldim. O'zbekistonga kelishim bilan havo yomonligi haqida hamma g'iybat qilgan. Uning ustiga mana qurilish kompaniyasi mavzusida ham g'iybatlar ko'p. Bir narsa azizlar, havoni yomonligini hamma gapirib muhokama qilyapti. Aslida havo yaxshiligida biz qadriga yetmadik. Kino sohasida kassabob filmlar nimaga yo'q bo'lib ketdi deb hamma mana hozir muhokama qilyapti. Chunki kassabob filmlarni vaqtida qadriga yetmadik, rosa tanqid qildik. Endi quruvchilarni hamma g'iybat qilyapti. Do'st bor, dushman bor, muhokama. Azizlar, mana shunaqa kuchli investorlar, kuchli marketologlar, kuchli quruvchilar, umuman O'zbekistonga kerakli bo'lgan YouTube kadrlarini qadrlaylik. Chunki bizning davlatimizga bunday insonlar juda ham zarur. O'zi aslida Moskva